insonlar. Qarang bu yulduzlar, olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar. Oldinda yo'l faqat omad ko'rinmas, sharif bu hobbi, ko'p ham urinma. Juda ko'p pul kerak, noldan qurilmas. Ishingga borib ke yo'ldan burilma. Uxlab olish kerak ishdan keyin, tekstlarni bosaman g'ishdan keyin. Necha yildirki tanish yangi yil, yolg'iz nishonliman ishdan keyin. Necha marta o'zgardi kasbim, lekin o'zgarmadi hobbi. Qanaqa ish bo'lsa ham keyin naushniklarda o'chgani yo'q. Necha marta charchadim, lekin ortga qaytib qabul qilmadim doping. Amallab chiqdim qiyshiq yo'ldan, shu bilan qaytib kirganim yo'q keyin. Oyoqlardan sovuq o'tardi, lekin yulduzlarga bir qadam. Sabr qilsang 41 keladi deb 4 yilim o'tdi 40da. Bitta narsa bo'ldi, ummatgacha shuni topdi va turqidi. Boshqa tilda ayt deyishardi o'zbeklarim o'zi